Milliy sertifikatdan tushgan misollardan mana bo'lishga keladi ayirish bo'lsa, u holda natural logaritm. Endi qat bilan qaraylik. Ko'paytirganda -60, qo'shganda -7 bo'ladigan sonlar tekshirib ko'radigan bo'lsa, shuning uchun ham javob. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Matematikada milliy sertifikatdan tushgan misollardan saralangan misol va masalalar tahlilini davom ettiramiz. 3-misol. Logaritmik tenglama ekan. Mahrajni ko'paytirib yuboramiz. Proporsiya qilamiz. Bu holda 2 natural logaritm 2 minus natural logaritm 5 plus natural logaritm 2x plus 3 teng natural logaritm x plus natural logaritm x plus 3 ko'rinishiga keladi. Endi o'zgaruvchilarni bir tomonga, sonlarni bir tomonga o'tkazamiz. Natural logaritm 2x plus 3. Mana buni o'zini yozdim. Men bunga e'tibor berilaman. Ko'paytmaga keladi. Y asosli x y asosli bo'lyapti. Ko'paytmaga keltiramiz va bu tomonga o'tkazib yuboramiz. U holda minus natural logaritm x ko'paytirilgan x plus 3 ko'rinishda bo'ladi. Teng. Bularni u tomonga o'tkazamiz. Natural logaritm 5. Buni darajaga olib chiqamiz. Minus natural logaritm 4. Yani 2'nin kvadratı bo'lib chiqadi bu tomonga. Endi 2x plus 3 taqsim x kvadrat plus 3x ko'paytirib qo'ysak ham bo'ladi, teng. U ham bo'lishga keladi. Natural logaritm 5 taqsim 4. Endi potensiyallaymiz. Potensiyalash degani ikki tomondan logaritmlarni tashlab yuboramiz degan. Endi nimaga aniqlan sohani olmadingiz degan savol bor. Aniqlan soha cheksiz ko'p yechimlarda olish ma'qulroq. Agar men aniqlan soha bo'lganda, demak bu katta noldan, mana bu ham katta noldan mahraj teng emas nol degan narsa olinadi. Agar bitta ikkita yechim bo'lsa, tekshirib ko'rish imkoniyati bo'ladi. Tashlab yuborsak, u holda demak 2x plus 3 taqsim x kvadrat plus 3x teng 5 taqsim 4. Buni ko'paytirib yuboraman. Bunaqasiga u holda 5x kvadrat plus 15x minus 8x bu tomonga ham o'tkazib yubordim. Minus 12 teng 0. Ko'paytirib keyin bir tomonga o'tkazdim, o'ng tomonga o'tkazdim. Bu holda tenglamaning ko'rinishi 5x kvadrat plus 7x minus 12 teng 0. Endi o'tkazmadan foydalanaman. Buni bunga ko'paytirib yuboraman. X kvadrat plus 7x minus 60 teng 0. Minus 12 bilan 5. Demak, buni qoralamoq yozib turaman. Chiqqan natijani mana bunga ko'paytirdim. Viyet bo'yicha ildizlarni topdim. Buni keyin natijani 5 ga bo'laman. U holda demak x birinchi 5 ga bo'lsa minus 2/4. X ikkinchi ildiz. Buni 5 ga bo'lsam 1. Endi ikkita ildiz bor. Tekshirishga imkoniyat bor. Endi mana bu ildizlar chiqib ketadi mana. Mana bu yerga qo'yaman. Bitta aybini topsak bo'ldi. Qo'pol qilib aytganda mana. Qo'ysa to'g'ri kelmay qoladi aniqlan sohasiga. Birni qo'yib tekshiradigan bo'lsak, demak bir to'g'ri keladi. Tenglamaga shuning uchun ham tenglamaning 1 degan bitta yechimi bor. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.